34 milliard eksport amalga oshirgan bo'lsak, 30-yilgacha 45 milliardgacha reja qo'yganmiz. Hamda mana hozirgi sohamizga yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha oladigan bo'lsak, 89 ta loyiha amalga oshirilyapti, 30 milliardga yaqin. Ya'ni bu sohani, transport sohasini oshirish maqsadi. Ya'ni savdo sotig'imiz oshib borayotganligi, qo'shni davlatlar bilan o'zaro savdo sotiqimiz oshib, chegaralar ochilib, oddiy misol keltiraman, ruxsat bersangiz, 15-yil 28 million tonna tashuv amalga oshirilgan bo'lsa, transportda, temir yo'l bo'ladimi, avtomobil, havo. 25-yilda bu 66,7 million tonna amalga oshirilgan. Bu nimani ko'rsatadi? 10 yil ichida 2 baravarga transport tashuvi oshgan. Bu o'z o'rnida logistikani rivojlantirish, infratuzilmani modernizatsiya qilishni talab qiladi. O'zbekiston geografik joylashuvi bo'yicha dengizga to'g'ridan-to'g'ri chiqa olmaydigan davlat hisoblanadi va dengizga to'g'ridan-to'g'ri chiqa olmaydigan davlatlar bilan chegaradosh ham bir vaqtda o'zida. Shu sababli O'zbekistonda, demak, tranzit potensialini oshirish va logistika xizmatlarini ko'rsatish orqali qo'shimcha demak, yuklarni jalb qilish imkoniyati mavjud. Shu sababli tashqi va ichki yo'nalishlarda O'zbekistonni transport hubiga, ya'ni Markaziy Osiyoni transport hubiga aylantirish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Bunda qaraydigan bo'lsak, barcha qo'shni 5 ta davlat bo'ylab chegara o'tkazish punktlarida harakatlanish vaqtlarini, ya'ni ushlanib qolish vaqtlarini qisqartirish, ichki infratuzilmani, yo'l tarmoqlarini rivojlantirish, ichki transport logistika markazlarini tashkil etish orqali qo'shimcha xizmatlarni ko'rsatishni yo'lga qo'yilmoqda. So'nggi yillarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, hurmatli mutaxassislar, tashqi savdo infratuzilmasini rivojlantirish davlat siyosat darajasiga chiqdi. Bugungi global sharoitda transport infratuzilmasi mamlakat iqtisodiyoti uchun qanchalik muhim va qanchalik driverlardan biriga aylandi. Mamlakat rivojlanyapti-ku barcha sohalarda, iqtisodiyot rivojlanyapti, investitsiya kirib kelyapti. Mana shu rivojlanishning bajarilishi kerak bo'lgan keyingi bosqichimi bu? Logistika markaziga aylanish yoki biz rivojlanishimiz uchun birinchi navbatda shuni qilishimiz kerakmi? Oldin talab bo'lmagan, ya'ni qo'shnilar bilan yopiq, ko'p chegaralarimiz yopiq bo'lgan, savdo sotiqlarimiz kam darajada bo'lgan. Shu sababli bunga talab bo'lmagan. Hozirgi geosiyosiy vaziyatda joylashuvimizni inobatga oladigan bo'lsak, biz investitsiyani jalb qilishda, savdo sotig'imizni oshirishda infratuzilmani zamonaviy, hozir talabga javob beradigan darajaga oshirishimiz hamda O'zbekiston iqtisodiyotini jozibadorligini ko'rsatishimiz uchun buni amalga oshirishimiz kerak. Marhamat, siz qanday fikrdasiz? Hamkasblarimning fikriga qo'shimcha sifatida tashqi savdo va logistika infratuzilmasini takomillashtirish bu har qanday mamlakat uchun o'ta muhim hisoblanadi. Chunki u iqtisodiyotni rivojlantirishda global bozorga chiqishni ta'minlaydi. Iqtisodiyotimiz so'nggi yillarda tez jadal rivojlanayotgani sababli qo'shni davlatlar bilan xalqaro hamjamiyatda O'zbekistonning obro'si, mavqei yuksalayotgani sababli mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni tashqi bozorga chiqish uchun logistika infratuzilmasi muhim hisoblanadi. Iqtisodiyotni rivojlanishi uchun logistika infratuzilmasini rivojlantirish ko'p yil, uzoq davr mobaynida kerak bo'ladi. Sababi qancha iqtisodiyot kengaygan sari tashqi bozordan tashqi resurslarni jalb qilish va ichki bozorda ishlab chiqarilgan mahsulotni raqobatbardoshligini oshirish uchun qulay, xavfsiz bo'lgan logistika xizmatlari zarur hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan hozir hukumatimiz tomonidan ko'p ishlar olib borilyapti. Jumladan o'sha hamkasbimiz aytgandek, O'zbekiston-Afg'oniston yo'nalishida Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Aerotom erkin savdo zonasi, O'zbekiston-Tojikiston chegarasi yo'nalishida Samarqand viloyatida Urgut tumanidagi
Jartepa erkin savdo zonasi, O'zbekiston Turkmaniston chegarasida O'zbekiston Turkmaniston chegaraviy savdo markazi, shuningdek O'zbekiston Qozog'iston hamkorligi doirasida Sirdaryo viloyatida Markaziy Osiyo xalqaro sanoat kooperatsiya markazi tashkil etilyapti. Bu transport logistika xizmat infratuzilmasini rivojlantirish, bu iqtisodiyotni rivojlantirishiga juda katta foyda keltiradi. Birinchidan, yangi ish o'rni yaratiladi. Transport, bojxona, savdo sohalarida minglab ish o'rinlari yarashishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, tashqi savdo hajmini o'sishidan oladigan bo'lsak, byudjet o'sishida o'sha byudjet tushumlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Valyuta tushumlariga, ichki bozorda valyutaning to'yinganlik darajasiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga o'sha yangi texnologiyalar kirib kelishi ham bu rivojlanishga bir turtki sifatida ko'rishimiz mumkin. Rahmat, marhamat. So'nggi yillarda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi juda ham tez oshdi. Binobarin hozirgi kunda O'zbekiston 210 ta davlat bilan savdo operatsiyalarini amalga oshiradi. Xuddi shunday 25-yilda O'zbekiston orqali tranzit yuk tashuvlari 15.3 million tonnani tashkil etdi. Bu 21-yilga nisbatan 54% yuqori hisoblanadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 27 ta xalqaro logistika markazlari bor. Bu davlatimizda shunday yuklar va hamda tranzit salohiyati oshib borgan sari bundan tashqari kelgusida O'zbekiston, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l qurilish ishlari olib borilyapti. 2030-31-yillarga foydalanishga topshiriladi. Ushbu temir yo'li qurib bitkazilgandan so'ng O'zbekistonda yuklar va ularni saralash, saqlash uchun o'zidan o'zi talab oshadi bunga. Ushbu jarayonlarni tezlashtirish va yuklarni turib qolmasligini o'z vaqtida amalga oshirish uchun hozirgi kunda o'sha logistika markazlariga bo'lgan ehtiyojlarimiz kundan kun tobora oshib boryapti. Ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun hozirgi kunda Xonobod, Termiz, Olot, Yangiyo'l hamda Ohangaron tumanlarida yirik logistika markazlarini barpo etish loyihalari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. E'tibor qaratadigan bo'lsangiz, mana shunday savdo markazlari asosan chegaralarda bunyod etilyapti. Nimaga mamlakatimizda masalan boshqa turli nuqtalarda, faqat chegarada emas, ichkari hududlarda ham bunyod etilmayapti? Qandaydir sabablari yoki ahamiyatga molik bo'lgan jihatlari bormi chegaralarda barpo etilishini? Chegara erkin iqtisod zonasini misol keltiradigan bo'lsak, endi Afg'oniston bilan O'zbekiston chegarasida kirib chiqish, viza masalasi, tekshiruvni soddalashtirish, imtiyozlar berish, avvalambor hududni rivojlantirish maqsadida chegara oldi savdo zonalari tashkil qilinyapti. Mana Turkmanistonda ham hamkasbim aytganlaridek tashkil qilingan. Ya'ni o'zingiz bilasiz, viza masalalari o'ta muammo Turkmaniston bilan o'z vaqt talab qiladi. Shuni vaqtdan yutish uchun ikki tomonlama, ikki davlat o'rtasidagi savdo sotiqni oshirish maqsadida chegaralar tashkil qilinyapti. Chegara tashkil qilingani mana Termizdan inobatga olgan bo'lsak, nafaqat O'zbekiston mahsulotlari, ya'ni chet el davlatlaridan Afg'onistonga sotadigan mahsulotlarni shu Termizda joylashtirib, shu yerdan eksport qilib savdo sotiqlar yo'lga qo'yilyapti. Bu nafaqat bitta davlat bilan, qolaversa boshqa davlatlar bilan savdo sotiqni oshirish, imkoniyatlarni kengaytirish va albatta investitsiyani jozibadorligini oshirishga qaratilgan. Nega aynan chegara hududida barpo etilyapti deganingizga, birinchidan avvallari poytaxtda joylashgan, shahar markazlarida joylashgan savdo hududlarda savdo qilayotgan bo'lsa, o'sha hududda hozirgi kunda o'sha chegara oldi hududlarni rivojlantirish maqsadida o'sha yerdagi aholini ish bilan band qilish, keyin o'sha yerda yashaydigan aholiga qulaylik yaratish, o'sha transport xarajatlarini ham qaysidir ma'noda maqbullashtirish maqsadida joylashtirilyapti. O'sha qo'shni davlatlarning yonidagi hududlariga o'zaro savdo markazlari. Bu o'sha avval aytganimdek, o'sha
xarajatni ozgina qisqartiradi, o'sha atrofdagi infrastrukturani, infratuzilmani rivojlanishiga sabab bo'ladi, turtki beradi. Eng muhimi o'sha aholini bandligi qaysidir ma'noda ta'minlanadi. Savdo jarayonlarini anchagina soddalashtiradi. Ya'ni boshqa hududdan, boshqa davlatdan yuklarni olib kelishda bu hududga olib kirgandan keyin ushbu hududni, ya'ni olib kiruvchi, import qiluvchi davlat hududiga import jarayonlari, bojxona rasmiylashtiruvlari amalga oshirilmasdan o'sha joyda o'zida savdo jarayonlari amalga oshiriladi va kim yukni sotib olsa, o'sha davlatga olib kirishda bojxona tartib tamoyillari asosida yuklarni olib kirib ketaveradi. Bunda yuklarni shuningdek yarim tayyor mahsulotlarni tayyor mahsulotga aylantirgan holatda orqa yo'nalishda yana olib kirgan davlatga qayta eksport qilish ishlari ham amalga oshiriladi. Shuningdek, chegara o'tkazish punktlarida erkin savdo zonalarining tashkil etilishi aynan o'sha davlatlar bilan xalqaro savdoni rivojlanishiga olib kelmoqda. Xususan, Ayrton xalqaro savdo zonasiga qaraydigan bo'lsak, Termizdan Afg'oniston yo'nalishiga oxirgi 5 yil ichida xalqaro tashuvlar darajasi 2 barobarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'z o'rnida ushbu chegara hududining rivojlanishi va ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq jarayonlarining rivojlanishidan dalolat beradi. Dunyodagi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlardan bir misol tariqasida oladigan bo'lsak, mana shunday tajribalar bormi? Bu transchegaraviy savdo markazlarini barpo etishdan avval tajribalar o'rganiladi, to'g'rimi? Qaysi davlatlarni misol tariqasida olsak bo'ladi biz? Andoza sifatida o'rganayotgan yoki u ham hududning joylashuvi yoki boshqa jihatlar inobatga olgan holatda quriladimi bunday savdo markazlari? Endi avvalambor to'g'ri aytdingiz, hudud joylashuvi. Chunki hamkasbim aytganlaridek, biz dengizga chiqish uchun ikkita davlatdan kesib o'tishimiz kerak bo'lsa, bizga mahsulotimizni aytganlaridek tez, arzon yetib borishini ta'minlashimiz uchun chegarada shunday zonalar tashkil qilish, rivojlarni tashkil qilish rivojlandi hamda bu o'z natijasini ko'rsatdi. Ya'ni hamkasbim aytganlaridek 2 barobarga oshdi. Bu ko'rsatkichdan kelib chiqib, qolgan davlatlar bilan ham birgalikda shu chegara zonalarini tashkil qilish yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni bu yerda nafaqat savdo sotiq, bu turizm, madaniyat, qo'shnichilik, shuni rivojlantirish ko'p yo'nalishlarga qaratilgan. Albatta chegara punktlarini modernizatsiya qilish, integratsiya qilish, rivojlantirish, o'tishni soddalashtirish, chunki ko'p vaqt asosan shu chegarada turib qolish sabab narx qimmatlashadi, yetib borish uzoqlashadi. Shuni oldini olish maqsadida shunday qilingan. Hurmatli mutaxassislar, e'tiboringizni bir ma'lumotga qaratsam, hujjatga ko'ra umumiy qiymati 1,31 milliard AQSh dollarlik transport logistika markazlari qurilmoqda. Jamoatchilikda tabiiy savol tug'iladi. Bu mablag' o'zini qachon iqtisodiy jihatdan oqlaydi? Masalan, bo'lishi mumkin-ku, mana shuncha ajratilgan mablag'ga uni o'rniga ta'lim muassasalari yoki bo'lmasam boshqa infratuzilma obyektlarini barpo qilsa yoki ta'mirlasa bo'lmaydimi degan savollar ham menimcha jamoatchilik orasida tug'ilmaydi degan bir aniq kafolat yo'q-da. Biz asoslab ketaylik, qanchalik o'zini oqlaydi, qancha vaqtda oqlaydi. Mana hozir biz iqtisodiy tomonlama yaxshi bo'lishini aytib o'tdik-ku, ikki davlat hududi uchun ham. Aynan mana shu chegara hududlarining rivojlanishi, masalan, arzon sifatli mahsulotlarni bo'lishi deyapmiz, infratuzilma rivojlanadi deyapmiz, aholining daromadi oshadi deyapmiz, ish bilan ta'minlanadi deyapmiz. Ajratilgan mablag' qancha muddatda o'zini oqlaydi? Aniq dasturimiz, rejamiz bor-ku bizni, to'g'rimi? Umumiy olganda bu har xil. Ya'ni pullik yo'l, yangi aeroport, mana Trans-Afg'on chegara yo'li. Bular loyihalar har xilda, buni muddati ham, o'zini oqlash muddati ham har xil. Endi uni investor bilan tuzilgan invest kelishuvda aks ettiriladi va o'z hisob-kitobga ko'ra. Endi o'zingiz bilasiz, daromad olmasa investor kirmaydi. Lekin biz uni yangi texnologiyasi, uni yangi bir anaqasi nima deydi, modernizatsiya qilish inovatga olgan bo'lsa, endi bu har bir loyiha har xil muddatda belgilangan. Bir umumiy aytib bo'lmaydiki, ya'ni
buncha vaqtda deb. Lekin o'z aniq hisob muddatlari kitobi bor. Albatta. To'g'ri u aytib o'tdingiz. invest kelishuvda u ko'rsatiladi albatta. Daromad bo'lmasa investor kelmaydi, lekin davlatga, aholiga manfaati bo'lmasa biz ham investorni Albatta. chaqirmaymizda. Shunday. Ikki tomonlama teng manfaatli bo'ladi. bu Albatta, loyiha. har bir narsa ikki tomonlama manfaat ustida quriladi. Marhamat, yana kimda fikrlar bor bu borada? Hurmatli boshlovchi, ushbu savolingizga qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Logistika sohasi bu ko'pchilik o'ylaydi, ko'pchiligimiz tadbirkor va eksportchi uchun deb hisoblaymizda. Yo'q. Aslida bu soha logistika qanchalik samarali bo'lsa, oddiy fuqaroga ham kundalik xarajatlariga ta'sir qiladi. Tovarlar tanlovi, xizmatlar tezligi hamda ish o'rinlariga shunchalik ta'sir qiladi. 1.31 milliard AQSh dollari qiymatidagi loyiha bu 487 gektarga joylashtirilyapti. Bu keltirilgan loyihalar loyihalashtirilgan transport logistika markazlari strategik ahamiyatga ega bo'lgan hududlarga joylashtiriladi. Bu muhim xalqaro transport koridorlarini O'zbekistondagi darvozasi tranzit yuklari orqali O'zbekiston darvozasi sifatida eksport import yuklarini qayta ishlashga hamda tranzit yuklari orqali taqsimlash vazifasini ham bajarishi mumkin bo'ladi. Investor ham kelyapti, u ham birinchi navbatda daromad olishni xohlaydi. Bu loyihalar, amalga oshirilgan bu ishlar barchasi investitsion loyihalar, investitsiya mablag'lari hisobiga amalga oshirilyapti, shundaymi? Xo'p, birinchi navbatda biz mana shu loyihalarning jozibadorligini oshirishimiz kerak, ularga ko'rsatishimiz kerak. Ular nima bilan baholayapti? Geografiya bilanmi yoki bo'lmasa qonunchilik bilanmi yoki transport hajmi bilanmi? Nima jozibador ularga, investorlarga birinchi navbatda kelyapti-ku, to'g'rimi? Kelgandan keyin baribir shartlashiladi, ma'lumotlar taqdim etiladi, u o'zining loyihasini aytadi. Oxirida yakdil bir qarorga, bir rejaga, bir maqsadga kelinadi. Oxirgi yillardagi O'zbekiston siyosati, rivojlanishi, yutuqlarini natijasida investorlar bu hududga qiziqish boshladi. Ya'ni yuqorida aytgan savollaringizga albatta qonun ustuvorligi bo'lishi kerak. Ishonmasa kelmaydi. Kelyapti, demak, katta kompaniyalar O'zbekistonga investitsiya kirib kelishi bu O'zbekistonga bo'lgan ishonchi hamda O'zbekistondan katta potensial ko'rib turgani. 2025-yilda xalqaro yuk tashish hajmi 58,9 million tonnaga yetdi. Bu o'sish qaysi omil hal qiluvchi bo'ldi mana shu o'sishda? Yuk tashuvda asosan 70%ni temir yo'l tashkil qilgani bilan bu ko'rsatkich asosan katta o'sish avtotransportga to'g'ri kelyapti. Ya'ni oxirgi 25-yilda oladigan bo'lsak, temir yo'l 7,6% ga oshgan bo'lsa, avtotransport 22,8% ga oshyapti. Bu o'z navbatida avtomobil tashuvlari oshganini ko'rsatadi. Ya'ni bu nimani ta'kidlaydi? Ya'ni ikki davlatlar o'rtasidagi shartnomalarda yangi darajaga chiqqani. Oddiy misol keltiradigan bo'lsam, oldin dazvollar qog'ozda almashilgan bo'lsa, hozir elektron tarzda almashilyapti, e-permit deydi. Ya'ni Ozarbayjon bilan o'tgan yil sentyabrda ishga tushdi. Tojikiston bilan, Turkmaniston bilan qisman ishga tushdi, ishlayapti. Xitoy davlatlari bilan. Bu kengayib boryapti. Ya'ni tashuvlar yengillashyapti. Chegara modernizatsiyasi, chegaradagi bir o'tish sharoitlari yaxshilanyapti. 27-yil 30 dekabrgacha Euro 5 standartidagi tashuv mashinalarini imtiyoz bilan import qilish qarori chiqdi. 2007-yil 31 dekabrgacha ushbu, ya'ni Euro 5 toifadagi avtotransport vositalariga, samosavallardan tashqari ushbu avtotransport vositalarini O'zbekistonga import qilishda bojxona utilizatsiya yig'imidan ozod etilishiga ruxsat berildi. Oxirgi 2025-yildagi tashuvlar hajmiga qaraydigan bo'lsak, 19,1% ga 2024-yilga nisbatan o'sish kuzatildi. Bunda o'sishga o'zi asosiy urg'u berayotgan, o'sishni oldinga chiqarayotgan qismlarga qaraydigan bo'lsak, bunda albatta eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarish, ularni ichki mahsulotlarni ishlab chiqarilganda ularni eksportga yo'naltirish, tranzit potensialimizni yanada oshirish va tashqi
transport koridorlaridan foydalanish yo'nalishlarini yanada diversifikatsiya qilish masalalari natijasi sifatida qarash mumkin. Bunda xususan 2025-yilda 15,3 million tonna yukni tranzit amalga oshirilgan O'zbekistondan. Bunda chegara o'tkazish punktlarida turish vaqtlari, shuningdek ichki infratuzilma, yo'l tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan qator chora-tadbirlar natijasi sifatida qarashimiz mumkin. Mana hozir suhbatimiz davomida tranzit mamlakat bo'lishining afzalliklari haqida gaplashib o'tdik-da. Narxlar arzon bo'ladi deyapmiz, rivojlanadi deyapmiz, daromad olib keladi deyapmiz, lekin tranzit mamlakat bo'lishini ham o'ziga yarasha talablari bor-da. Biz faqatgina temir yo'l orqali tashilamaydi-ku yuklar, avtomobil yo'llari orqali tashiladi. Yo'l bo'yidagi infratuzilmalar mavjud bo'lishi kerak, jahon standarti talablarga javob beradigan bo'lishi kerak. Bizda mana shunday sharoitlar, imkoniyatlar haydovchilarga yetarli darajadami? Yoki bu uchun qanday ishlar qilinyapti? O'zbekiston hududini tranzit avtomobil transporti orqali tranzit harakatlanish uchun ushbu asosiy davlat ahamiyatidagi va xalqaro ahamiyatdagi yo'llar bo'yida servis area va servis point punktlari tashkil etilishi belgilab berilgan. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ28-son qarorida ushbu yo'l hududlarida zamonaviy servis area, servis point zonalarini tashkil etish, shuningdek transport logistika markazlarini yo'lni qatnov qismlariga yaqin bo'lgan hududlarda joylashtirish, tir parklarni joylashtirish masalalari alohida ta'kidlab o'tilgan va bu bo'yicha demak qator loyihalar amalga oshirilmoqda, yerlar belgilab olingan. Shuningdek, yo'l tarmoqlarini rivojlantirish, ularni yanada ta'mirlash bosqichma-bosqich, shuningdek bizda yangi tashkil etilayotgan pullik Toshkent-Samarqand yo'llarini ishga tushishi ham bir qator demak yo'ldagi tirbandliklarni oldini olishi va mavjud yo'l qatnovlari bo'ylab yanada tranzit harakatlanayotgan transport vositalari uchun qulayliklarni yaratib berish imkonini beradi. Mahsulotlar bor. U sisternada tashlanadigan, u mahsulot turiga qarab. Misol uchun gaz, neft bo'lsa, albatta quvur transporti arzon hisoblanadi. Undan keyin temir yo'l transporti. Undan keyin narx jihatdan temir yo'l. Taqqoslasak, aytaylik, masalan 100 ming tonna yuk deylik. Temir yo'l transport tashlasa qancha bo'ladi uni xarajati? Agar boshqa transport masalan katta yuk mashinalari tashlasa qancha bo'ladi? Foiz hisobida bo'lsa aytaylik, qancha raqasi kamroq xarajatlari temir yo'l transportida boshqa transportlarga qaraganda? Endi hamkasbim aytganlaridek, bu mahsulot turiga qarab, ya'ni temir yo'lga vagon shakllantiriladi 50 ta 60 ta. U to'lishi kerak. Agar bir neft produkt bo'ladimi, bir nima deydi, ximiya produkti, uran, bu katta bir ob'yomlik mahsulot bo'lsa, temir yo'l albatta uzoq masofaga, ya'ni inovatga olish kerak, uzoq masofaga temir yo'l arzon tushadi albatta. Lekin men tadbirkor bir eksport qilaman desa, vagon to'ldirguncha birinchi vaqt ketadi, ikkinchidan u qimmatga tushadi uning uchun. Shunga ham avtotransport rivojlanyaptiki, avtotransport qulayligi eshigidan eshigigacha. Temir yo'lda stansiyaga borasiz, stansiyaga tushirasiz. Yevropa davlatlariga to'g'ridan to'g'ri chiqa olmaydi. U yoqda almashish kerak, kaliyasi boshqacha. Shuni hisobiga avtomobil arzonga tushadi hozirgi kunda olganimizda tadbirkorlarimiz. Ko'p yillar muhokama qilingan mazkur temir yo'l loyihasi amaliy bosqichga o'tdi. Ya'ni Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l loyihasi. Bu yo'lning tarixiy ahamiyatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, qanday ahamiyat kasb etadi mana shu temir yo'li? O'zbekiston uchun nima degani? Marhamat. Xo'p, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'liga keladigan bo'lsak, ushbu temir yo'l qurilishi Xitoy va Yevropa o'rtasida yo'nalishi 7-10 kungacha qisqarishga olib keladi. Ya'ni yuklar yetkazib berishdi. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 4.7 milliard dollar bo'lib, hozirgi kunda o'sha Xitoy va Qirg'iziston davlatlarida qurilishlar amalga oshiriladi. Loyihada O'zbekiston vklati 575 million dollar atrofida. Ushbu loyiha doirasida 50 ta ko'prik, 29 ta tunnel hamda 19 ta temir yo'l stansiyasi barpo etilishi kutilmoqda. Temir yo'l ishga tushgandan keyin O'zbekistonda o'sha ushbu temir yo'l ishga tushirilishida O'zbekistonda o'sha ya'ni Andijondan Xonoboddan kirib kelish va bu yog'i Pokistonga chiqib ketish bilan baholanadi. Qayerdan chiqib ketadi Pokistonga? Termizdan chiqib ketadi? Yo'q, Olotdan chiqib. Olotdan. Buxoro viloyatining Olot tumani. Eng asosiysi O'zbekistonga kirib qolsa bo'ldi. Bizda chiqib ketadigan joylar, boshqa joylar ham bor. Tarixiy Buyuk Ipak yo'lini bir
qismi desa ham bo'ladi. Albatta. Ya'ni bu O'zbekistonga bir katta imkoniyat. Ya'ni Xitoydan Yevropagacha bo'lgan yangi bir temir yo'l loyihasi. Bu O'zbekiston birinchi o'rinda tranzitini oshirish kutilyapti. Ya'ni o'tgan yil 15 million tonna bo'lgan bo'lsa, bu 15-20 million tonna qo'shimcha tranzit tashuvlari hamda aytganlaridek muddati qisqaradi. Ham Xitoydan O'zbekistongacha Qozog'iston orqali kirib kelgandan ko'ra 900 kilometrga yo'l qisqaradi. Ham vaqtdan yutiladi, ham yo'ldan yutiladi. Hamda o'zingiz bilasiz, Ipak yo'l qatnov bor joyda rivojlanish bo'ladi. Aholiga qo'shimcha daromad bo'ladi, valyuta tushumi bo'ladi. Shunga bu nima deydi, proyekt Veka deydi-ku, asr loyihasi. Bu ko'p yillardan beri muhokama qilib kelingan loyiha. Endi siyosiy vaziyatlardan kelib chiqib bu amalga oshmagan. Hozirgi kunda, hozirgi siyosatimiz jarayonida bu loyiha ishga tushdi. Bu tarixiy loyiha. O'zbekiston uchun juda muhim bo'lgan loyihalardan biri hisoblanadi. Marhamat. Nega buni biz asr loyihasi deyapmiz? Demak, bu shunchalik olamshumul, shunchalik muhim bu loyiha. Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, ushbu loyihani ishga tushishi birinchi bo'lib O'zbekistonning tashqi savdo yo'nalishlarini, ya'ni bitta yoki bir nechta transport koridorlariga bog'lanib qolishdan ko'ra yanada diversifikatsiya qilish imkoniyatini yaratadi. Ya'ni qo'shimcha yangi transport koridori shakllanishi natijasida, demak, bir davlatni kesib o'tishda, ya'ni O'zbekiston albatta tashqi savdoga chiqish uchun qo'shni davlatlar hududini kesib o'tishga majbur bo'lganligi sababli joylashuv joyi bo'yicha unda potensial qo'shimcha transport koridorlari shakllanishi shunchalik yaxshi hisoblanadi. Aynan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini ishga tushishi natijasida esa biz yana qo'shimcha yangi transport koridoriga, muqobil transport koridoriga ega bo'lamiz. Shu bilan birgalikda Trans-Afg'on transport koridori kelajakda ulanadigan bo'lsa, demak Xitoyni ushbu yo'nalishga bog'lash, shuningdek Xitoyni o'rta yo'lak orqali, demak Yevropa davlatlariga yetkazib berish vaqtlarini qisqa va tezda ushbu yuklarni yetkazib berish uchun tranzit davlat sifatida faoliyat ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Shunda mana shu koridor ishga tushgach, O'zbekiston Xitoy hamda Yevropa uchun asosiy logistika hubiga aylanadi-da. Shundaymi? Yo'da janubiy davlatlarni bog'lash uchun. Albatta. Hozirgi kunda Qozog'iston, Rossiya orqali Yevropaga ketadigan bo'lsa, Belarus, Polsha orqali Yevropaga ketadigan bo'lsa, bu muqobil yo'l hisoblanadi. Muqobil qo'shimcha bu xarajatlar kamaytiradi, tashuvlarni qisqartiradi muddatini. Muqobil yo'l qo'shimcha. Hamda o'sha aytganlaridek, agar Pokiston tomoni ham shiddat bilan mana bu loyihaga qiziqish bildiryapti. Hozirgi kunda Trans-Afg'on loyihasi. Bunga ulanadigan bo'lsa, O'zbekiston uchun dengizga chiqish uchun eng yaqin yo'l bu Pokiston orqali bo'ladi, Karachi. Bunga ulansa, dengizga chiqish imkoniyatlarimiz kengayadi. Hamda Amerikagacha bo'lgan davlatlarga tashuvimiz, o'ylaymanki, tashuvlarimiz oshadi, arzonlashadi, imkoniyat kengayadi. Shunda aytmoqchisizki, mana Andijonning Xonobotidan ortilgan yuk to'g'ri Pokistonning Karachi portiga borib tushadi. Shundaymi? Shunday. Ikkita loyiha ishga tushsin. Dunyo bozoriga chiqamiz biz. Barchangiz yaxshi bilasiz, O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish arafasida turibdi. O'rni ahamiyat qanday bu loyihalarni? To'g'ri aytdingiz, O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayonini oxirgi yillarda shiddat bilan olib boryapti. Bu Jahon savdo tashkilotiga qo'shilganimizdan keyin o'sha jahondagi savdo qoidalari bo'yicha ish olib boriladi. Temir yo'l logistika tashqi savdoyimizga va iqtisodiyotimizga katta o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatib keladi. Suhbatimizda O'zbekistonning xalqaro transport koridorlaridagi o'rni haqida davom ettiramiz. E'tiboringizni bir ma'lumotga qarataman. So'nggi 5 yilda o'rta yo'lak orqali yuk tashish hajmi 2 barobarga oshib, Yevropa bilan yuk almashinuvidagi ulushi 12% dan 20% ga yetganligi qayd etiladi ma'lumotlarda. Bu raqamlar O'zbekistonning xalqaro transport siyosatida qanday burilish yasaganini anglatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4028-son qarorida transport logistika sohasini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi belgilab berilgan. Ushbu konsepsiyaga muvofiq transportni, demak, har bitta yo'nalishlar bo'yicha alohida belgilab olingan chora-tadbirlar va yo'l xaritasi asosida, demak, rivojlantirish choralari ko'rildi. Bunda dastlabki qilingan chora-tadbirlar natijasida
konsepsiyaga qaraydigan bo'lsak, tashqi savdo yo'nalishlariga chiqishda transport koridorlarini diversifikatsiya qilish asosiy masala sifatida qaratilgan edi. Shuning natijasida bizda asosiy yuklarimiz harakati Qozog'iston orqali tashqi eksportimizda, demak Qozog'iston orqali amalga oshirilardi. 2025-yillik ko'rsatkichlarga qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston orqali amalga oshirilgan yuklar 32% ni tashkil etgan va qo'shni davlatlar Qirg'iziston orqali 2,2 baravarga va Afg'oniston orqali 2 baravarga ushbu tashuvlarimiz oshishga erishildi. Demak, bu yo'nalishlarda qaraydigan bo'lsak, demak, Qozog'iston orqali tashilgan yuklarimizni boshqa muqobil transport koridorlarini ishga tushirilishi va ularni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida boshqa yo'nalishlar bo'ylab Yevropa davlatlariga aynan o'rta koridor bo'ylab yetkazib berilishi ushbu yo'nalishda asosiy yuk aylanmasini oshishiga olib keldi. Yangi transport koridori bu yangi bozor, arzonroq logistika va ko'proq eksport imkoniyatini yaratadi davlat uchun. Binobarin 25-yilda O'zbekiston o'sha tashqi savdo aylanmasi 24-yilga nisbatan oshgan bo'lsa, misol uchun hozirgi kunda O'zbekiston 210 ta davlat bilan o'zaro savdo-sotiqni amalga oshirmoqda. Eksport geografiyasi kengayadi, transport xarajatlari va yetkazib berish muddati qisqaradi ushbu koridorlar orqali. Hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun mahsulot tan narxi pasayishiga ham olib keladi. Janubiy dengiz portlariga chiqish imkoniyati mahalliy eksportchilar uchun qanday imkoniyatlar va qanday bir yangi eshiklarni ochadi? Aytyapmiz-ku, mana O'zbekistonda eksport hajmi ortadi deyapmiz. Qaysi bozorlarga chiqadi endi biz tadbirkorlarimiz, ishlab chiqaruvchilarimiz? Mana shu transport xarajati qanchalik arzonlashsa, tadbirkorlarda o'sha mahsulot narxiga bu shunchalik ta'sir qiladi va o'sha xalqaro bozorlarda bemalol raqobatbardoshlikka erishishiga olib keladi. Poytaxt Toshkent shahri mezbonlik qilgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasida Afrika mamlakatlaridan kelgan o'sha delegatsiya a'zolari ham O'zbekiston bilan hamkorlik qilishdan mamnun ekanliklarini savdo yo'nalishlari bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari deymizmi yoki ishlab chiqarish mahsulotlari bo'ladimi, manfaatdor ekanliklarini va hamkorlikka doim tayyorliklarini bildirgandilar. Mana shu yo'llar orqali ham Afrika mamlakatlariga savdolar yo'lga qo'yiladi, shundaymi? O'zbekiston Afrikaga yoki bo'lmasam Janubiy Amerikaga, Lotin Amerikasiga ham bemalol savdo qila oladi dengiz yo'llari orqali nimalarda. Janubiy yo'lak ishga tushishi shimol-janub koridorining samaradorligini ham oshiradi. Buni oddiy tomoshabin qanday tushunishi kerak? Biz mana raqamlarda aytyapmiz. Pokiston o'sha aytganimdek, O'zbekiston dengizga, dunyoga chiqish uchun eng yaqin yo'l hisoblanadi. Hamda mana fevralda prezidentimiz tashrif buyurganlarida Pokistonga yo'qda mana yangi transport yo'nalishi bo'yicha kelishuvga erishildi. Ya'ni Pokistondan Xitoy orqali Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston orqali yo'nalishlarni yo'lga qo'yish. Qolaversa, endi hozir yaqin sharq davlatlariga o'sha aytganingiz Afrika bo'ladimi, Hindiston bo'ladimi, Tailand, ya'ni bu davlatlarga chiqishga eng yaqin, eng arzon yo'l bo'ladi, hisoblanadi. Albatta o'sha yuqorida aytganimdek, dengizga chiqish uchun bu asosiy bir yo'l hisoblanadi. O'zbekiston uchun eng yaqin, eng arzon. O'zbekistonni transport hubiga aylanish uchun masalan shunda o'zidan o'zi bo'lmayapti-da bu jarayonlar, bu harakatlar. Markaziy Osiyoning o'zida qancha raqobat bor-da. O'zbekistonning ustunligi nimada bunda? Endi O'zbekiston jozibadorligi aytganimdek, bu joylashuvi bir tarafdan noqulay bo'lsa, ikkinchi tarafdan qulay. Ya'ni Afg'onistonga chiqish uchun, Turkmanistonga chiqish uchun, Qirg'izistonga chiqish uchun qulay joylashuv hisoblanadi. Tashqi yo'nalishlarda yoki umuman ichki yo'nalishlarda o'zini infratuzilmasini jadal rivojlantirmoqda. Bizga qaraydigan bo'lsak, bu bozor, tashqi o'zi bozor bu raqobatdan iborat. Raqobatda kimning infratuzilmasi yaxshi, qaysi davlatda demak yaratilgan sharoitlar qanchalik o'sha xalqaro tashuvchilar uchun yaxshi bo'ladigan bo'lsa, chegara o'tkazish punktlarida demak tutilib qolish vaqtlari yoki yo'l bo'ylarida demak harakatlanishda cheklovlar kam bo'ladigan bo'lsa, ushbu davlat hududidan demak yuklarni tranzit o'tishi o'z-o'zidan ko'payadi. Shuningdek, davlatni o'zini ichki va tashqi siyosatdan kelib chiqib olib borayotgan ishlarda ko'rishimiz mumkin. Markaziy Osiyoning markazida joylashganligi sababli qulay hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan kelgan ustunlik tomoni O'zbekiston
xavfsiz bugungi kunda xavfsiz mamlakatlar qatoriga kirib boryapti. u Xitoy Qozog'iston bilan chegaradosh. Qozog'iston orqali Turkmaniston chiqib kelsa bo'lmaydi. Ularga qaytaga yaxshi emasmi? O'zbekiston bunaqa Aylanib qoladi. yurganda. Aylanib qoladi. Masofa uzoq bo'lib ketadi. Masofa birinchidan uzoq bo'ladi, ikkinchidan ularda o'zini ob-havo sharoiti, ya'ni cho'l zonasidan o'tishi sababli vaqti bilan temir yo'l liniyalari qum bilan to'lib ham qoladi. Uni tozalash kerak, qo'shimcha xarajat olib keladi. Bu o'zini o'rnida tadbirkorga bu qo'shimcha xarajat, tadbirkor arzon yo'lni tanlaydi. Logistika sohasida endi faqatgina yo'l qurish yetarli emas. Raqamlashtirish, multimodal tashuvlar va aqlli logistika tizimlari qanchalik ahamiyat kasb etyapti? O'zbekiston mana shunday tizimlarni yo'lga qo'yish uchun qanchalik tayyor? Bu borada qanaqa ishlar amalga oshiryapti? Qanaqa yutuqlarga erishdik? Marhamat. Logistika sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonlari juda ham ommalashdi hamda biz bunga erishyapmiz sekin-sekin. Misol uchun birinchidan temir yo'l raqamlashtirish natijasida vagon buyurtma berish jarayoni 7 bosqichdan 3 bosqichga tushdi. Unga ketadigan vaqt 72 soatdan o'sha 12 soatgacha qisqardi. Ya'ni tadbirkorning vagon buyurtma qilishi 60 soatga yoki 83% ga kamaygan. Shu bilan birga o'sha Toshkent atrofidagi temir yo'l poyezdlarini o'tkazish imkoniyati 30% ga oshdi shundan orqali. Ikkinchidan boya hamkasblarimiz aytganda e-permit hamda elektron yuk xatlari joriy etildi. Bundan tashqari logistika markazlarining o'zida raqamli boshqaruv o'tkazilmoqda. Ya'ni TMS, ya'ni o'sha Terminal Management System hamda VMSlar joriy etildi. Hamda e-logistika platformasiga bular integratsiya qilinmoqda. Bundan tashqari hozirgi kunda Transport vazirligi huzuridagi raqamli transport markazida o'sha tizim ishlab chiqilyapti. Ya'ni logistika mintrans.uz portal ishga tushirilishi kutilyapti. O'sha portalda jam o'sha O'zbekistondagi tashuvchilarni hammasi o'sha yerga kirib, polniy yuklarni buyurtma berishi yoki o'sha avtotransport vositalarini buyurtma berishi ko'rinadi. Erta o'sha narxgacha ko'rsatadi. Yo'l kira narxigacha ko'rinadi o'sha portal. O'sha portal ishga tushiriladi. Rahmat. Shu bilan birga raqamlashtirish jarayonlari bojxonada kutish vaqtlarini ham, ya'ni oldindan chegaraga o'tkish vaqtlarini ham raqamlashtirib, raqamli navbatlar joriy qo'yilgan. Shu raqamli navbatlarni joriy etilishi natijasida, demak, o'tkish vaqtlari anchagina qisqardi. Shu bilan birga aytishimiz mumkin, bugungi kunda Transport vazirligi e-logistika platformasi ishga tushirilgan. Ushbu platformada yuklarni, demak, joylashtirish va yuklarni tashuvchilar o'sha joylashtirilgan yuklarni boshqa davlatlarga yoki mijoz bilan, demak, yukni qabul qilib, yuk tashish jarayonlarni kelishishi imkoniyati yo'lga qo'yilgan. Mana endi tranzit hubiga aylangandan so'ng tabiiyki tashuvlar ko'payadi. Harakat ko'payadi temir yo'llarda ham, avtomobil yo'llarida ham. Bu yo'llarimizni imkoniyatlari masalan yetarlimi? Yuk tashuvlarni ko'tara oladimi yoki qancha muddat ta'mirlanadimi yoki bu temir yo'l ishga tushishdan oldin O'zbekistondagi mavjud temir yo'llar boshqadan rekonstruksiya qilib chiqiladimi? Masalan, elektrlashtirilganligi yoki bo'lmasam magistral yo'llarimiz. Chunki bu yo'llardan faqatgina xalqaro yuk tashuvdagi transportlar harakatlanmaydi-da, fuqarolar ham, aholi ham harakatlanadi bu yo'llarda. Albatta. Misol uchun kelgusida ushbu avtomobil yo'llarida tirbandliklarni oldini olish maqsadida hozirgi kunda o'sha yangi loyihalar ishga tushirilishi boshlandi. Mana misol yaqinda ishga tushirildi Toshkent, Samarqand muqobil avtomobil, pulli avtomobil yo'lini nazarda olsak bo'ladi. Hozirgi kunda endi xuddi shunday loyiha Toshkent Andijon yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilgan va bu kutilyapti tez kunlarda boshlanishi. Bundan tashqari Andijon Qo'ng'irot yo'nalishi hamda Nukus Termizdagi o'sha transport koridorlarini ta'mirlash va ularni saqlash ishlari alohida bajarilishi. Andijon Qo'ng'irot, uzr. Va Termiz Toshkent yo'nalishlaridagi o'sha avtomobil yo'llarini doimiy ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Va ushbu yuklamalarni kamaytirish doimiy ravishda olib boriladi. Marhamat. Temir yo'l transport masalasiga ham to'xtalib o'tdingiz. Yuqorida elektrifikatsiya qilish jarayoni amalga oshirilmoqda. Temir yo'l transportida ushbu yo'nalishda, demak, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston transport koridori ishga tushadigan bo'lsa, bugungi kundagi elektrlashtirilgan yo'l tarmoqlari ushbu
yuklarni ushbu yo'nalishdan qo'shimcha qabul qilinadigan yuklarni hammasi potensial qobiliyatiga ega, ko'tara olish qobiliyatiga ega. Shuning bilan yana qo'shimcha ravishda boshqa hududlarni, ya'ni O'zbekistonni boshqa chetroq hududlaridagi temir yo'l liniyalarini ham bosqichma-bosqich elektrlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Hurmatli mutaxassislar, xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, agar bugun amalga oshirayotgan barcha transport logistika loyihalari to'liq ishga tushadigan bo'lsa, biz o'ylagandek, biz reja qilgandek amalga oshadigan bo'lsa ishlarimiz, 5 yildan keyin O'zbekistonning xalqaro transport xaritasidagi o'rni qanday bo'ladi? Mana masalan 2030-yilga borib ishga tushadi deyapmiz-ku. 2035-yilga borib qanday bo'ladi? Qanday tasavvur qilasiz? Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, oldindan bir nima deb bo'lmaydi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin bizning shu rejalarimizda, strategiyalarimizda aniq belgilab o'tilgan-ku, bu ishga tushadigan bo'lsa, aytaylik 3 yildan keyin shunaqa natijaga erishilish kutilyapti, 5 yildan keyin shunaqa natijaga erishish kutilyapti, 10 yildan keyin shunday ko'rsatkichlar qayd etiladi degan. Marhamat, 5 yildan keyin qanday bo'ladi? Yurtdoshlarimizga bir ma'lumot beraylik. Grafik qilib ko'rsatilgan transport xizmati qanchaga oshishi, tranzit qanchaga oshishi, tashuv prognozida qanchaga oshishi bu ko'rsatilgan, belgilangan. Loyihalarni ishga tushishi natijasida 2030-yilga borib O'zbekiston Respublikasida 40 ga yaqin transport logistika markazlari tashkil etilishi, ularning soni 40 ga yaqin bo'lishi va ularning yuklarga xizmat ko'rsatishning yillik quvvati ham 40 million tonnadan ortiq bo'lishi, shuningdek 30 dan ortiq xalqaro quruqlik portlari tashkil etilishi, quruqlik portlari ro'yxatiga demak transport logistika markazlarining kiritilishi, shu bilan birgalikda tranzit yuk tashuvlar hajmimiz 18 million tonnaga yetishi reja qilib olingan. Qilinayotgan mana shu ishlarning barchasi xalq manfaati uchun, xalq roziligi uchun qilyapti-ku, to'g'rimi? Davlat rahbari odamlar o'z hayotidan ertaga yoki uzoq kelajakda emas, aynan bugun rozi va mamnun bo'lib yashashlari kerak deb ta'kidlaydilar. Mana shu ishlar amalga oshadigan bo'lsa, oddiy xalq, har bir o'zbekistonlik o'z hayotida qanchalik o'zgarishlarni his qiladilar. Qanaqa bo'ladi turmushi shu odamlar? Mana shunday ishlar ham qandaydir o'zgarishlarga olib keladi-ku turmushda, hayotda, to'g'rimi? Albatta. Oddiy fuqarolar, eng asosan buni oddiy fuqarolar sezadi. Boya yuqorida aytib ketganimizdek, o'sha logistika bu tadbirkor va investor uchun deb o'ylaydi ko'pchilik. Yo'q, buni aslida oddiy fuqarolar sezadi. Ya'ni bu nima, birinchi o'rinda logistika qanchalik samarali bo'lsa, oddiy fuqaroning ham kundalik xarajatlari, tovar tanlovi, xizmatlar tezligi va ish o'rinlari shunchalik yaratiladi. Demak, hozir paytda shu bozorlarda xarid qilayotgan, aytaylik 100 so'mga xarid qilayotgan import mahsulotini 70 so'mga, bo'lgan 60 so'mga xarid qilishlari mumkin. Arzonroq bo'ladi-da, shundaymi? Narx tushadi-da. Albatta, mana hamma biladi, mana geosiyosiy vaziyatda narx-navolar o'zgarishi, o'ynashi, bu albatta o'sha transport yo'lagimizni va hamma narsa transportga bog'liq. Transport yo'lagimizdagi Hayotning asosiy qon tomiri biri suv bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi transportda, to'g'rimi? Albatta. Logistika. Bu stabillashadi, qulaylashadi. Ya'ni mana raqamlashtirish dedik yuqorida. Bu bizdagi raqamlashtirish buncha rivojlangan davlatlardan ham yuqori desak bo'ladi. Bank tizimi deysizmi? Mana MyGov tizimlarini olgan bo'lsak, u yoqda ham mana ko'p funksiyalar joriy etilyapti. Buni transport bo'yicha aytdilar, logistiklar, bojxonadagilar, albatta mana yuk tashish uchun Telegramdan yoki bir kompaniyaga murojaat qilish emas, Yandex platformasiga o'xshab telefonda o'tirib, marketplace'lardan, telefonda o'tirib yukingizni yozasiz, narxini joyingizdan olib ketadi. Bu qo'shimcha qulaylik, ishonch, xavfsizlik, albatta arzon yetib borish. Iqtisodiyotimiz oshayotganligini, tashqi siyosatimizdan kelib chiqib, transport infratuzilmasini rivojlantirishimiz taqozo qilib kelyapti. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, bu tashqi savdo va logistika infratuzilmasini rivojlantirish O'zbekiston Respublikasini uzoq muddatli strategiyalardan biri hisoblangani uchun bu oddiy xalqi hayotida qanaqa kasb, qanaqa ko'rinishda ko'rinadi deganman savolingizga. Ilgari temir yo'llarda biror bir punktdan B punktga bormoqchi bo'lsak,
elektronniy bilet o'rniga qog'ozda chiptalar sotib olgan bo'lsak, hozir kelajakda hammasi elektronlashadi, avtomatlashadi. U oddiy fuqaro hozir internet tarmog'i orqali bitta ikkita harakat bilan o'zini manziliga elektron chipta sotib olish imkoniyati yaratiladi va qancha xizmat ko'rsatish soni oshgan sari sifat ko'rsatishi ham yuqorilab boradi, tabiiy. Shu nuqtai nazardan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishga o'sha kirib kelayotgan investorlar, tadbirkorlar raqobatlashib o'zini sifatli xizmatini taklif qila boshlaydi. Marhamat, xulosa o'rnida fikrlaringiz? Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, logistika nima deydi, narx-navoni pasaytirishning yagona omili emas. Uni boshqa omillari ham bor, boshqa lekin muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ya'ni agar misol uchun tovarning yakuniy narxi arzonlashsa, bu to'g'ridan-to'g'ri aholiga ta'sir qiladi. Aholining sharoitiga ta'sir qiladi. Respublikamizda logistika va logistika tarmog'ini, logistika infratuzilmasini rivojlantirish 30-yilgacha juda ham katta ishlar amalga oshiriladi. Yangi boya hamkasbimiz aytganidek 40 ta yangi logistika markazlari barpo etiladi, quruqlik portlari barpo etiladi. Bundan tashqari Xonobod, Olot, Termiz hamda Toshkent viloyatida yirik logistika markazlari barpo etilishi rejalashtirilgan. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, bu amalga oshirilayotgan barcha chora-tadbirlar, demak, ichki logistika sohasini rivojlantirish, tashqi savdo jarayonlarini savdolashtirish bo'yicha qilib borilayotgan barcha ishlar, demak, aholiga transport xarajatlarini kamayishi, yuklarni imkon qadar tezroq vaqtlarda yetkazib berish imkoniyatini va yuklarni, demak, import va eksport yuklarini uzluksizligini ta'minlashga qaratilmoqda. Rahmat fikrlar uchun. Qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar, ko'rsatuvimizga yakun yasamiz. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida tashqi savdo va logistika infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar yuzasidan suhbat olib bordik. Bir nechta ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qildik. O'ylaymizki, barcha uchun bu ma'lumotlar manfaatli bo'ldi. Xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvga qadar o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.